Tojikiston Bapejda tur kommentariy ham portlatinglar. Sizlar uchun yangilik bor. Tez yuring uka. Mana obunachilarimizga, tojikistonlik do'stlarimizga ayting uka yangiligingizni. O 3 kunlab, 4 kunlab granitsalarda ushlab qon qilishyapti bularni. Qanaqa yangiligingiz bor? Ayting mana, faqat O'zbekiston, Qirg'iziston fuqarolariga bir kunda samolyotda kirdi chiqdi xizmati deysiz. Tojikistonda ham bor, bir kunda kirib chiqib qilib kela oladi aka. Men o'zim qilib keldim. Shoferlar absolyutni shikari, chotki, shustri hammalari. Bir kunda Tojikiston, Qirg'iziston, O'zbekiston fuqarosi bo'lasin, farqi yo'q. Bir kunda kirib chiqdilar, foydalanishingiz mumkin. Mashinada borami, samolyotda borami? Aytmaysan, nima bo'lsa mashina prichon qilasiz bu yerda. Qarang do'stim, men bu dehqoncha qilib tushuntiraman. Tojikiston Bapej deb kommentariy yozib chiqib keting do'stim, qarang. Siz Moskva yoki Sankt-Peterburgdamisiz? Qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, samolyotda uchasiz Tyumen shahriga. Tyumendan tojikistonlik voditellarimiz sizni kutib olib, chegara o'tkazish punktiga olib Chegara o'tkazish punktiga olib, sizlarni granitsa qildirib, yana Tyumenni aeroportiga olib kelib qo'yadi. Hammasi ichida arzon narxda kirdi chiqdi xizmatlarini bor yo'g'i bir kunda taklif qilamiz. Buning uchun necha nomerga qo'ng'iroq qilsin uka, gapiring. +7 kodi bilan 921 762 25 telefon raqamlariga WhatsApp 2500 +7 921 762 2500. Men nima murojaat qilasizlar?